Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar, YouTube kanalimizda ashaddiy muxlislari. Biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Guliston qishlog'idamiz. Mana bundek terak daraxtlari ukamiz Zuhriddinning aytish bo'yicha 20 yil o'tdi. Baribir qiziqdim, bir ko'rsatib qo'yaman, quloqchim yetmaydi, ko'rib turibsiz. Mana bu tomonda esa Oltiariq tumanidan olib kelingan uzumlar, mana ulab, o'zi chiroyli qilib yetishtiryapti ekan. Ukamiz har tomonlama mirishkor. Ana bu yerda qulpunoy ko'chatlar tayyorlayapti. Hamda eng asosiysi, biz bu Zuhriddin ukamizga shoshib keldik. Eng shoshganimiz sababi video davomida ko'rasiz. Bu yerda antiqa usulda pomidor yetishtirilgan. Qoyil qolmasdan, like bosmasdan ilojingiz yo'q. Endi xudo xolasa, marhamat, Teplitsamiz tomonga ko'rib, birga ana shu antiqa usuldagi pomidorlarni sizlarga ko'rsatamiz. Ketdik bo'lmasa. Assalomu alaykum Zuhriddin. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Mana shu Dang'aralik mirishkor dehqon ukamiz. Hurmatli bobo dehqonlar, biz juda ko'p joylarda gerazon navini ko'rsatib o'tdik. Bu videomiz antiqa, sababi mana shu Zuhriddin ukamiz bu borza navini antiqa usulda yetishtirgan. Ya'ni biz Antalya shahriga, Turkiyaga borganimizda payvand haqida gapirmanglar degan, biz mana shu holatdagi ko'chatlarni gapirib o'tganmiz. Lekin Turkiyada payvand bo'lgandi. Bu Zuhriddin ukamiz umuman boshqacha uslubda yetishtirgan pomidorni. Pomidorlar o'ta go'zal bo'lgan. Shu pomidorlar haqida hozir Zuhriddinga bir ikkita savollarni beramiz. O'z bilganlarini yaqin dehqonlarga, mana shu O'zbekistonda pomidori ishqibozlari bo'lgan dehqonlarga ozgina maslahatlarni berib o'tadi. Zuhriddin uka, hozir kelib hayratda qoldim. Mana shu borza navimiz mana bu yerdan ajragan va ikkita shox chiqarilgan. Bu payvand qilganmisiz? Nima bo'lgan? Men hozir bunga tushunmay shu savolni beryapman sizga uka. Avvalo assalomu alaykum YouTube Baxtiyor akamning muxlislari. Buni hech qanaqa payvand qilmaganmiz. Sizdan o'zingiz tavsiyangiz bo'yicha yoshlarga sepib, chiqarib, uni pikrovka qilganmiz. Stakanga olgansiz. Xo'p. Olgandan keyin ana bu siz enabak deysizmi, biz endi haligi urug'bak deymiz. Enabak deyiladi endi bizda. O'shandan mana hozir mana bitta ko'rsatsak bo'ladi. Jichcha ko'tarilgandan keyin, o'shandan o'sib olgandan keyin o'shan ustidan 5 mm, ya'ni yarim sm qo'yib turib qirqib tashlaganmiz. Xo'p. Nuqtani. Qarab turing. Stakanga olganingizdan keyin necha kun o'tib? Ko'chat o'zini bir hafta 10 kunda o'zini tutadi. Ko'tarilgandan keyin. Ko'tarilgandan keyin o'sha enabaki qolib turib, shundan 3-4 mm tepadan qirqagansiz. Hech bilan qirqib tashlaganmiz. Xo'p, qirqaganingizdan keyin necha kunlarda yana bachki chiqoq chiqarishdi? Bir hafta atrofida sekin nishona berib, bachki tagidan bir hafta 10 kun ichida nishona berib ko'rindi. O'shani tarbiyalab shu ekkanmiz buni. Qoyil qoldim. U qirqay turganingizda qo'rqib ketmadingizmi? Chunki qimmat urug', bu bo'lmay qolsa-chi, yo chiqmay qolsa-chi degan o'y ham o'tdimi? Endi buni ham o'yi o'tdi-yu, bir kimdir sinab ko'rish kerak-ku. Albatta. Nima dedi? Nimanidir qurbon qilish kerak yaratish uchun. Shuning uchun bitta sixonamiz. Hozir unisini ham ko'rsatamiz. Unisiga alohida ekilgan. Nima deydi? U bitta shox. O'z holatida. Bitta bu 4 soatdagi sixonamizga общий hisobdan shu gap yo'q, qoyil qoldim. Hurmatli bobo dehqonlar, mana hozir ko'rib turibsiz, mana shu borza navlarimiz, mana birinchi kist, mana ikkinchi kist, mana ularda ham 3-4 va hokazo. Mana shu tomirdan tarbiya qilyapti. Nariga tomonda ham ko'rsating operatorimiz, nariga tomonda ham xuddi shu. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bitta tomirdan ikkita shox chiqarilgan holatda. Xo'p, endi Zuhriddin, bitta yana dehqonlarda bitta savol tug'ilishi mumkin-da. Qarang, hozir mana shu Teplitsaga nechta ko'chat ketgan? O'zi nechta ekilish kerak edi? Ne sotik? 4 sotikka biz 1000 ta atrofida ekardik. Har yili. Hop. Yil 500 dona ko'chat ekdik. Ya qoyil. Siz bitta o'q bilan ikkita qo'yonni уже urib qo'ydingiz. Yana bitta narsasini aytib qo'ying. Endi bu sinovga qildim, buni qirqqanman kallasini. Qirqqanimda stakanga tiqib qo'yganman. Uni hali ko'rsatamiz, uni ham sinovga uparnigimizga ekib qo'yganmiz. Buni uchidan olganingizda ham ko'chat qildingizmi? Ko'chat qilib, uparnikka ekib qo'yganmiz. Ya qoyil. Hurmatli bobo dehqonlar, mana shunaqa biz O'zbekistonda chekka joylarda daholar bor. Mana shunaqa qilib YouTube'ga chiqarsak, keyin juda ko'pchilik mana shu narsalardan foydalanadi. Men ikkita quyon debman. 3 ta ekan quyonimiz. Uni ham ko'rsatasiz. Hozir sekin kirib, mana
pomidor haqida hozir yana teletomoshabinlarda ham qiziqish bor. Chunki qiziq gaplar bo'lyapti bu videomizda. Xo'p, endi Zuhriddin bu 1000 ta ko'chat ekiladigan joyga 500 tani ekdingiz, ko'chatdan ham yutdingiz, ham uchidan chiqqanini aqa qildingiz. Demak, siz mendan bir pachka urug' olgan bo'lsangiz, 3 pachka, 4 pachka qilib olibsiz-da. Ortgani sotib oldik. Ana qoyil, ana boshida daromadga ham kirib. Xo'p, Zuhriddin, bu ko'chatlarimiz qaysi sanada ekilgan? Urug'da 31-dekabr kuni urug' tashlangan. Xo'p, 31-kuni yoshga urug' tashlangan. Ko'chati tayyor. Biz buni 16-mart kuni bekka ekilgan. 16-mart kuni bekka ekkansizlar. Qizarish qachon bo'ldi? Qizarishlar 60 kunlarda qizarishni boshladik, lekin 66 kunda rosa birinchi pochin qilib terdik. Bir korobka terdik. 66 kunda siz terimni qildingiz. Bitta banan korobkada 22 kilomi terdik endi bir boshlanishiga. Hurmatli baba dehqonlar, o'tgan safargi nima deydi, ko'rsatuvlarimizda 85 kun, 90 kun aytilgandi. To'g'ri, ular fevral oyida ekilgan ko'proq. Bu navimiz mo'tadil havo, ya'ni ancha-muncha sovuqlar, bulutli kunlar o'tib olgandan keyin ekilgan ekan. 15-mart sanasida 65 kunda pishgan ekan. Borza navimiz. Endi Zuhriddin, xo'p, mana shu navlar haqida gapirib o'tdik. Tomchilatib sug'arish sistemasi chilang ikkitami? Ikkita, bu yonida bitta, bu yonida ikkita. Hamma aradan sug'arib turibsiz. Yaxshi, salafanlar o'sha ekilgan paytda yopilganchami? Yo'q, buni ekilganda yopmadik salafanni. Bir marta chopiqdan chiqarib, yengil bir havolar yegizdirib, keyin yopdik buni. Keyin yopib qo'ygansiz. Yaxshi bo'laveradi. Hurmatli babo dehqonlar, mana 4 sotik joyimizda 2 shox qilib, hech qanaqa payvandsiz boshqasi ekilgan. Ikki tomonida ham bir xil hosillar juda chiroyli. Faqat o'sha kechkiroq ekilgan hisobiga hozirgi paytda endi tobiga kelyapti. Nasib qilsa, yana erinmasak, kelib buni keyingi taqdiri haqida ham bitta video chiqaramiz. Endi bu bobo dehqonimiz o'sha payvand paytda uchini kesib olib, o'shandan qilgan ko'chatxonasiga ham, o'shanda anaqa qilib ekilgan ko'chatxonasiga ham kiramiz, bir tomosha qilib ko'ramiz. Hozir o'sha uchidan kesib olingan ko'chatxonalarga o'tamiz. Mana yonma-yon ekan teplisalarimiz. Bunisi necha sotik? Bunisi 6 sotik. 6 sotik. Bunisi 4 sotik. Xo'p, bunda ham borza navi. Hozir aytib o'tganingizdek, adashmasam, mana bu qatorlar o'sha uchidan kesib olganingiz. U tomoni o'sha odatiy holda bittali qilib ekilgan. Hammasiga ekmadik, biz sinov uchun, chunki bo'laveradi. Hurmatli babo dehqonlar, mana hozir biz o'sha uchidan kesib olingan ko'chatlar tomonga o'tdik. Holatlari yaxshi. Bundan terim qilibsiz-a? Bundan teryapmiz. Yaxshi. Birinchi kislar ba'zilari tugaban qo'ygan, ikkinchi kislar qizarishni boshladi. Holatlari yaxshi. Mana hurmatli babo dehqonlar, ko'rib turganingizdek, mana shu yerda 6 hamda 4 sotiklik teplisamizga ukamiz borza navi pomidorlarni ekkan, Zuhriddin ukamiz. Juda qoyil qoldik. Aslida mendan ko'proq urug' olgan bo'lish kerak edi. Buni ham hisob-kitobi borligi uchun 2 shox qilgan hamda uchidan kesib, hammasini ko'chat qilib, mana shuncha joyga borza pomidorni ekkan. Nihoyatda chiroyli bo'libdi. Zuhriddin, endi nima deydi? Bu pomidorlarimizni bozorgirligi, nima deydi, xaridorlarni o'ziga tortishligi yaxshimi yo qolgan pomidorlardan bir xil hisobdan? Bizda klientimiz bor 3-4 yildan beri, dehqonchilik qilamiz. Uydan olib ketadi-da bitta oftim chakamiz. Asobi biznikini olib borib, maxsus do'konlarga beraman dedi. O'zini aytishi, men bozorga bormayman. Uyimizdan olib ketadi. Sifatiga hech qanaqa norozilik bo'lgan yo'q, gap so'z ko'rib turib, o'sha birinchi terimni ham ko'rdi va hozir kunora ham olib ketyapti. Buni maxsus o'zimizning klientlarimga beraman dedi. Ba'zi do'konlari bor ekan, sal qimmatroq olaman endi, bilmaymiz endi. Demakchi, sifati chiroyli. Demak, sifati yaxshi. Sifat bo'yicha boshqa dehqonlarda ham dehqonchilikni ko'ryapmiz. Borza ancha sifati ham qizilligi, biliski berishi, kipriklari ko'rib turibsiz, qattiqlayapti tomonlama. Hurmatli babo dehqonlar, o'tgan safar Isomiddin ukamizni videomizni qo'yganimizda ukamiz aytganki, o'sha yerda 4-5 fevral kunlarida
3 qavat termiz bilan ekdik, lekin ozgina sovuq ta'sir qildi, lekin eplab ketdik dedi. Kimdir kommentariyalarimizga bo'lishi mumkin bas, aldamanglar. Bizda hech qanaqa aldov bo'lmaydi. Mana shu Zuhriddin akamiz o'sha uruqqa borgan bo'lsa, ko'rishgan bo'lsak, Telegramda aka bunaqa qildim deb yozib turgan. Mana hozir ko'rishib turibmiz. Bu aldov, boshqa gaplar bizga umuman kerak emas. Bor narsani ko'rsatyapmiz. Mana hozir shu yerda Zuhriddin 65 kunda pishganini ham gapirib o'tdi. Bu yolg'on bas. Men o'rgatmadim, o'zidan so'radim. Mana o'zi aytdi. O'sha 2 shox qilib chiqarganini ham mana ko'zim bilan men ko'rib turibman. Agar qiziqqan bo'lsangiz, keling mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'ring. 2 shox qilgan, ikki tomonidan ham hosillar umuman juda chiroyli, mayda ham emas, boshqa ham emas, chiroyli pishib yotibdi. Xullas, har qanday kommentariyani yozib turib ham sal o'ylab gapiring. Chunki dehqon odam hech qachon aldamaydi. Misol men o'zimni uyimda ko'rsatganimda yolg'on gapirishim mumkin edi. Bu dehqonlar bu ko'chatlarni beka ekib pishirguncha qancha qiyinchiliklar ko'rgan. O'shaning uchun hech yo'q, otangga rahmat dehqon deb yozib qo'ying. Dehqon ham o'qiganda xursand bo'lib, charchovlari chiqib ketsin. Hurmatli bobo dehqonlar, shu bilan ozgina videomizni yakunlaymiz. Biz buni Dang'ara tumanining Guliston qishlog'idan oldik. Ukamiz Zuhriddin qoyil qoldik, lekin haqiqatda 2 shox qilib tarbiyalagan. Sizga ham rahmat. Zuhriddin, endi mana shu ko'chatlarni shunday qilib yetishtirganingiz uchun Alfa Agro firmasini rahbari Sardorbek ukamiz bizga tayinlagan mana shu arzimas sovg'ani sizga topshiramiz. Mana shuni ichida mehnat qilib turganingizda futbolka, kepkalarni kiyib, mana bu bitta tonna, grazon, etalon, borza hamda bodring urug'larimizda nimalari bor, bemalol ko'rib, yoqqanini tanlab ekishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling uka. Rahmat.